Ajiyan tinchlikmi? Daha uylab qo'ying. Bo'ldi, jichcha sabr qilgan, o'zim uylab bermasam. Sabr qila olmayapman-da. Tez uylanmasam bo'lmaydimi? Kimga uylanasan? Vashli farqi yo'q. Любойga. Ha, oldin ikki yosh bir-birini ko'rsin, ma'qul keladimi? Ha, keyin gaplashaveramiz. Ko'rishim shart emas. Uylanaverman. Ho'kiz, sen o'zingni kim deb o'ylayapsan? Kamol So'ydarimisan sen? Senga farqi yo'q, sen qizga uylanaverasan. Qiz senga uylanadimi? Shu savol bor. Sunnatni bunday ko'rsat qizga. Mana, ko'rsin. Mana anaqa qara. Qiz menga kulib qaradi. Aniq yoqdi. Ha, yoshlar bir-biriga kulib qaragan bo'lsa, demak ma'qul. O'g'lim Rossiyada pul jo'natsa, to'yni boshlayveramiz, xudo. O'g'lingizga ayting, tezda degan ilovadan kech petga plastingizni pul tashab olsin. Ertaga to'y. Vaqtim yo'q men. Sharmanda. Ha bu jiyan tug'ilib turganda raddumda doya jicha shoshilib turgan ekan. O'shanga. Aka, qornimni to'yg'izdiring, ehson qiling. Hey valla, hammenchi. 6 ta balam bor. Sen qorning to'yg'izaymi yo bular qorning to'yg'izaymi? Aka, bularni hammasi yosh bola ekan-ku, ovqat yesa ham munchadan yeydi. Xotin! Bunisiga nima deysan? Bo'ldi, men sizni to'g'ri tushundim. Mana shuni olib qo'ying, ro'zg'orga ishlatasiz. Qani bu ro'zg'orga?